Ko'p odamlar nima uchun ba'zi ishlarni bajara olishini yoki ba'zi ishlarni esa kechiktirishini tushunishga harakat qilishadi. Bunga asosiy sabab motivatsiyadir. Psixologiyada motivatsiya ikkiga bo'linadi: ichki va tashqi motivatsiya. Ichki motivatsiya bu biz nimanidir qilganimizda ichki qoniqish, qiziqish yoki o'sish hissini sezishimizdir. Odam o'zi yoqtirgani uchun o'qiydi, o'rganadi, yaratadi. Miya esa bizni o'z-o'zidan mukofotlaydi. Shu sababli ichki motivatsiya odatda uzoq davom etadigan, barqaror va samarali bo'ladi. Masalan, kimdir rasm chizishni yaxshi ko'rgani uchun mashq qiladi. Bu ichki motivatsiya. Natijada ijodiylik, o'ziga ishonch va uni chuqurroq o'rganish kuchayadi. Endi esa tashqi motivatsiyaga o'tamiz. Bu mukofot, maqtov, pul yoki jazodan qochish tufayli bajariladigan harakatlar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tashqi motivatsiya qisqa muddatda juda kuchli bo'lishi mumkin, lekin uzoq davom etmaydi, chunki energiya tashqi omillarga bog'liq. Qisqacha qilib aytganda, mukofot bo'lmasa, ishtiyoq ham yo'qoladi. Masalan, kimdir o'qishni imtihondan o'tish uchungina o'rganadi. Imtihon o'tganidan so'ng o'qishga bo'lgan ishtiyoq so'nadi. Asosiy e'tibor ichki motivatsiyaga qaratilishi lozim. Va inson aynan shu yo'lga oshifta bo'lsa, muvaffaqiyat tabiiy natijaga aylanadi.